Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga bir kunlik kelin vlogi bilan bo'lishmoqchiman sizlar bilan. Hammani ishga jo'natdik ertalabdan qizimni va bitta qizim hali kichkina bog'chaga chiqmaydi. Katta qizimni bog'chaga jo'natdim. Ikkalamiz endi obedga osh qilyapman. Uncha ko'p emas, 2-3 kishilik osh bo'ladi. Obedda bir o'zim bo'lgani uchun kamdan-kam ovqat qilaman o'zim uchun. Ko'proq kechqurun qilaman, xo'jayinim bilan birga yegali. Bugun obedga ham birdan osh qildim. Piyozlarimni, go'shtlarimni solib, zig'ir yog'ida qildim oshni. Qizil sabziga, ya'ni o'zim Qashqadaryolik bo'lganligim uchun zig'ir yog'iga, ya'ni qizil sabziga ko'proq osh qilaman. Sariq sabziga kamdan-kam bo'ladi. Shuning uchun Qashqadaryocha usulda ketganmiz. Osh qilish usulimiz Qashqadaryocha bo'lganligi uchun oshimizga pishirilgan no'xatlarni, ziralarni savoldim. Endi shu orada uyimni ham bir taxlab olay dedim. Albatta yosh bolalik albatta to'zib ketadi. Shuning uchun uyda har kuni taxlab yig'ishtirib qo'yishga harakat qilaman, lekin farzandlarim kichkina bo'lganligi uchun tez-tez pirib o'sib ketaveradi. Qizim 2 yoshga to'ladi yaqinda, lekin hali ham beshikda yotadi. Beshik bo'lmasa uxlata olmayman, hech uxlamaydi. Shuning uchun 2 yosh bo'lsa ham beshikka solib uxlatishga harakat qilaman. Juda ham bezori, injiq. Bog'chaga chiqsa endi yaxshi bo'lib ketar, mayli. Katta bo'lguncha mana shunaqangi onasiga erkasi bo'lib turadi. Shu orada uylarimni tozalab oldim. Albatta kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Obedga oshimiz ham tayyor bo'ldi. Bir o'zim bo'lganligi uchun ozroq suzib yedim. Qizimni esa obedda uxlatdim. Sizga kunlik vloglarimiz yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang.